Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun dushanba, biz Moskva shahrida o'z operatsion kunimizni boshladik o'zimizning jamoamiz bilan. Hurmatli obunachilar, biz mana hozirda o'zida ekpertiza operatsiyasini qilyapmiz. 2 kun og'ir konsultatsion kun bo'ldi. Kassalar ko'planib turgan Shamli bozorida ishladik. Muhaddir bo'lishga qilamiz. O'zimiz bozor kuni ishladik, Shamli kundan ko'chdik. Umumiy aytadigan bo'lsak, mana bugun operatsion kun bu bemorda azospermiya. Bemorda biz 6 oy davomida stimulyatsiya qildik. Bundan oldin biz tekshirdik gormonlarini, karyotip, mujskoy, azov deganlarni ko'rsatma bor, lekin stimulyatsiya qilish davomida bemorda zapas ingibinda ko'tarildi va o'sha zapasni ko'tarilgani uchun biz o'yladikki, tabiiy ravishda urug'lar chiqadi. 2 marta spermogramma topshirdim, muzlatishlik uchun urug' chiqmadi. Endi majbur bo'ldik mana shu mikrotez operatsiyasini qilishga. Hozir biopsiya qilyapmiz. Mana jamoamiz embriolog kelgan. Embriolog ko'ryapti bizda nimamizda, spermatid organlarimizda. Bu yerda 10 dan 25 kratni увеличение kattalashtirib chiqargan mana ko'rib turganlarning tuxumning ichini hozir ko'rsataman. Mana shu kanalning ichidan oqtarib topyapmiz. Ya'ni rivojlangan nimalardan oqargan joylardan sentrdan. Shu yerdan uni shunday olamizda jo'natamiz, embriolog ko'rib beradi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, mana bunday holatlarda biz faqat harakat qilamiz harbiy ravishda. Agar ular chiqsa muzlatib qo'yishlikka, bundan 8 случай spermogramma topshirgan vaqtda qoldirib chiqishi mumkin shu operatsiya qilmaslik uchun. Va ikkinchisi, bemorda agar ular chiqmasa, ya'ni biz harakat qilamiz shu operatsiya qilishlikka to'g'ri. O'shaning uchun ham aytiladiki, eng yaxshi operatsiya qilinmagan operatsiya. Mana ko'rib qo'ysalaring bo'ladi. Shu biz operatsiyani ko'rsatma bo'lsa ham даже sразу olmaymiz. 2 marta spermogramma topshirdik bemorga, urug'lari ko'tarildi, azov, karyotiplar hammasi ko'tarildi, lekin ya'ni точнее ingibini, karyotiplar hammasi yaxshi. Lekin shunga qaramasdan urug'lar chiqmadi. Mana hozir buni olamiz. Sizda ham agar azospermiya bo'lsa, oldin stimulyatsiya qilish kerak. 3 oydan keyin spermogramma topshirtirish kerak. Balkim o'zi chiqadi, o'sha joyda muzlatib qo'yishga imkoniyatga egamiz. Shuning uchun bunaqa holatlarda professionalni qilish kerak. Buni bez mikroskop qilib bo'lmaydi, lekin mikroskop bilan qilsa, undan oldin to'g'ri tayyorgarlik ko'rish kerak. Hurmatli obunachilar, mana hozir biz bu operatsiyani hali ham davom ettiramiz. Bundan keyin ikkita operatsiyamiz bor. Jinsiyat katta qilish operatsiyasi, ligamentofoniya va falloprotezini jinsiyat katta qilish, nova implant qo'yish. Hurmatli obunachilar, sizda mana shunaqa azospermiya muammosi bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz Moskvada, Toshkentda bu operatsiyalarni qilamiz. Professionallar bu narsaga yondashamiz va harakat qilamiz hamma vaqtda tabiiy ravishda chiqarishlikka. Bo'lmasa qiyin operatsiya qilamiz. Demak, bizga obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan ekraningiz qarshisida Plain Vachilov, Android, Filbro, Rashid Kinjon bilan salomat bo'ling.